Agar siz 40 yoshdan oshgan bo'lsangiz, ota-onangiz 60-75 yosh atrofida bo'lsa yoki yaqinda pensiyaga chiqishni kutayotgan bo'lsangiz, bu ma'lumot siz uchun juda muhim. Chunki bugun men pensiya, ish staji, rasmiy ish haqi, hujjatlar va elektron bazalardagi xatolar haqida gapiraman. Ko'pchilik hali vaqt bor deb yuradi, lekin aynan shu beparvolik odamni pensiya yoshiga yetganda katta muammoga olib keladi. Eng og'riqli joyi shuki. Odam 25-30 yil ishlagan bo'lishi mumkin, lekin hujjatda tasdiqlanmasa, davlat bazasida ko'rinmasa, ayrim yillar pensiya hisobida inobatga olinmasligi mumkin. Men sizga bugun qo'rqitish uchun emas, ogohlantirish uchun gapiryapman. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Ishlayotganlarga ham, uy bekalariga ham, bozorda yoki ustachilikda ishlaganlarga ham, sobiq kolxoz, zavod, maktab, shifoxona, qurilish, savdo tizimida ishlaganlarga ham. Iltimos, hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu videoni ota-onangizga, aka-ukalaringizga, opa-singillaringizga yuboring. Chunki bitta tekshirilmagan hujjat keyin butun umr davomida kam pensiya olishga sabab bo'lishi mumkin. Avvallari odam pensiyaga yaqinlashganda mehnat daftarchasini, ish joyidan berilgan ma'lumotnomalarni, arxiv hujjatlarini yig'ib pensiya jamg'armasiga murojaat qilardi. Ko'p narsa qog'oz hujjatlar orqali isbotlanardi. Kimdir eski korxonada ishlagan bo'lsa, mehnat daftarchasidagi yozuvga qaralardi. Kimdir kolxozda ishlagan bo'lsa, arxivdan ma'lumotnoma so'ralardi. Kimdir 1990-yillarda zavodda, tikuv fabrikasida, do'konda yoki qurilish tashkilotida ishlagan bo'lsa, o'sha tashkilot tugatilgan bo'lsa ham hujjatlar arxivdan qidirilardi. Hozir esa tizim asta-sekin elektronlashib boryapti. Yani davlat organlari sizning ish stajingizni, rasmiy ish haqingizni, soliq va ijtimoiy to'lovlaringizni elektron ma'lumotlar asosida tekshiradi. Bu yaxshi tomoni bilan qulay. Odam ortiqcha idora yurmaydi. Ko'p ma'lumotlar avtomatik chiqadi. Lekin yomon tomoni ham bor. Agar siz haqingizdagi ma'lumot elektron bazada noto'g'ri bo'lsa, ish joyingiz sizni rasmiylashtirmagan bo'lsa, maosh konvertda berilgan bo'lsa, mehnat daftarchasidagi yozuvda xato bo'lsa yoki arxiv hujjati yo'qolgan bo'lsa, pensiya hisoblashda jiddiy muammo paydo bo'ladi. Eng katta o'zgarish shundaki, endi men ishlaganman, hamma biladi degan gap yetarli bo'lmaydi. Pensiya uchun har bir yil, har bir oy, har bir rasmiy daromad dalil bilan tasdiqlanishi kerak. Ayniqsa 60 yoshdan keyin odam o'z ish staji va rasmiy daromadini nazorat qilmasa, 25-6 yoshga borganda kech bo'lishi mumkin. Chunki o'sha paytda eski ish joyi yopilgan bo'ladi, rahbarlar almashgan bo'ladi, buxgalteriya hujjatlari topilmaydi, arxivda familiya noto'g'ri yozilgan bo'ladi yoki ma'lumotlar umuman saqlanmagan bo'ladi. Endi kimlar xavotir olish kerak, kimlar esa tinchroq bo'lishi mumkinligini birma-bir tushuntiraman. Birinchi navbatda norasmiy ishlaganlar xavotir olish kerak. Masalan, bir erkak 45 yoshda, u 20 yildan beri ustachilik qiladi. Uy quradi, ta'mir qiladi, kafel taradi, tom yopadi. Daromadi yomon emas, oyiga 6-8 million so'm topadi. Lekin u hech qayerda rasmiy ishlamaydi. Yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tmagan, soliq to'lamaydi, ijtimoiy to'lov qilmaydi. Bugun o'zini yaxshi his qiladi, mening kasbim bor, pulim bor deydi. Lekin pensiya yoshiga kelganda davlat undan hujjat so'raydi. Qaysi yillarda rasmiy ishladingiz, qancha daromad oldingiz, qanday to'lovlar bo'lgan? Agar javob yo'q bo'lsa, o'sha yillar pensiya stajiga kirmasligi yoki juda cheklangan tartibda hisoblanishi mumkin. Ikkinchi toifa rasmiy ishlagan, lekin maoshi kam ko'rsatilganlar. Masalan, ayol kishi savdo do'konida 12 yil ishlagan. Aslida oyiga 1 million so'm olgan, lekin hujjatda eng kam oylik yoki 1 million atrofida ko'rsatilgan. U baribir ishlayapman-ku deb e'tibor bermagan. Pensiya hisobida esa rasmiy maosh muhim. Chunki ko'p hollarda pensiya miqdoriga ish staji bilan birga rasmiy ish haqi ham ta'sir qiladi. Agar 10-15 yil davomida maosh past ko'rsatilgan bo'lsa, keyin men aslida ko'proq olganman deb isbotlash juda qiyin bo'ladi. Uchinchi toifa mehnat daftarchasi yo'qolgan yoki unda xatolar bor odamlar. Misol uchun, siz 1992 yildan 2005 yilgacha maktabda ishlagansiz. Mehnat daftarchangizda ishga kirgan sana bor, lekin bo'shagan sana noto'g'ri yozilgan. Yoki familiyangiz turmushdan oldingi familiya bilan yozilgan. Keyingi hujjatlarda esa boshqa familiya yoki muhr aniq tushmagan. Bular oddiy ko'ringani bilan pensiya tayinlashda tekshiruvga sabab bo'ladi. Agar hujjatlar bir-biriga mos kelmasa, qo'shimcha ma'lumotnoma talab qilinadi.
Bu esa vaqt asab va ba'zan sutgacha boradigan jarayon degani. 4-toifa sobiq kolxoz, shirkat, zavod, fabrikalarda ishlaganlar. Ayniqsa 1990-yillar va 2000-yillarning boshida ko'p korxonalar qayta tashkil etilgan, tugatilgan, nomi o'zgargan. Bir odam men 11 yil kolxozda ishlaganman deydi. Lekin arxivda uning faqat 6 yillik ma'lumoti chiqadi. Nega? Chunki ayrim yillar hujjatga tushmagan, tabel yuritilmagan, familiya boshqa yozilgan yoki hujjatlar topshirilmagan. Natijada odam real hayotda 11 yil ishlagan bo'lsa ham hujjatda 6 yil ko'rinadi. Pensiya organi esa odatda hujjatga qaraydi. 5-toifa chet elda ishlaganlar. Masalan, kimdir 10 yil Rossiyada, Qozog'istonda, Turkiyada yoki Koreyada ishlagan. Agar u yerda rasmiy shartnoma bo'lmasa, ijtimoiy sug'urta to'lovlari bo'lmasa yoki tegishli davlatlar o'rtasidagi kelishuv asosida hujjatlar to'g'ri rasmiylashtirilmagan bo'lsa, bu davrni pensiya stajiga kiritish qiyin bo'lishi mumkin. Chet elda ishlashning o'zi yomon emas, lekin pul yuborib turdim degan faqat pensiya uchun yetarli hujjat emas. Rasmiy ish shartnoma ish beruvchidan ma'lumotnoma. Sug'urta to'lovlari haqidagi ma'lumotlar muhim. Endi kimlar nisbatan tinchroq bo'lishi mumkin? Agar siz rasmiy ish joyida ishlayotgan bo'lsangiz, ish shartnomangiz bo'lsa, maoshingiz plastik kartaga yoki bank orqali tushsa, soliq va ijtimoiy to'lovlar to'lanayotgan bo'lsa, my.gov.uz yoki tegishli davlat xizmatlari orqali ish stajingiz ko'rinayotgan bo'lsa, sizda xavf kamroq. Lekin bu umuman tekshirmasa ham bo'ladi degani emas. Chunki elektron bazalarda ham xatolar bo'lishi mumkin. Pasport seriyasi yangilanganda ma'lumot bog'lanmay qoladi. JSH sheer noto'g'ri kiritiladi. Ishga kirish yoki bo'shash sanasi xato ko'rsatiladi. Keling, aniq raqamli misol qilaman. Faraz qiling, 2 kishi bir yoshda, ikkalasi ham 60 yoshga yetdi. Birinchisi 30 yil rasmiy ishlagan, maoshi doim hujjatda ko'rsatilgan, barcha to'lovlar qilingan. Ikkinchisi ham 30 yil mehnat qilgan, lekin uning 12 yili norasmiy, 8 yilida maoshi juda past ko'rsatilgan, 5 yilning hujjati arxivda yo'q. Real hayotda ikkalasi ham mehnatkash odam. Lekin pensiya hisobida birinchi odamning holati ancha kuchli bo'ladi. Ikkinchi odam esa men ham ishlaganman-ku deb yillar davomida kurashga majbur bo'lishi mumkin. Yana bir misol. Aygi 2 yoshli ayol 1992-2001 yillarda tikuvchilik sexida ishlagan. Keyin bolalar tarbiyasi bilan uyda bo'lgan, so'ngra kichik do'konda sotuvchi bo'lib ishlagan. Pensiyaga yaqinlashganda ma'lum bo'ldiki, tikuvchilik sexi allaqachon yopilgan. Arxivda faqat 1994 va 1995 yillar uchun ma'lumot bor, qolgan yillar yo'q. Do'konda esa u 7 yil ishlagan bo'lsa ham faqat oxirgi 2 yil rasmiylashtirilgan. Natijada uning kutgan staj bilan hujjatda ko'ringan staj o'rtasida katta farq paydo bo'ladi. Mana shuning uchun men Vertex 65 yoshdagilarga bugun tekshiring deb aytyapman. Birinchi nozik jihat bola parvarishi davrlari. Ayollar ko'pincha men uyda bolalar bilan o'tirganman, bu davr qanday hisoblanadi deb so'raydi. Qonunchilikda ayrim hollarda bola parvarishi bilan bog'liq davrlar stajga kiritilishi mumkin. Lekin bu avtomatik va cheksiz emas. Buning uchun bolaning tug'ilganlik guvohnomasi, onaning hujjatlari, ish joyi bilan bog'liq ma'lumotlar, ta'til davrini tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Agar ayol hech qachon rasmiy ishlamagan bo'lsa, faqat bolalarni tarbiya qilgani uchun to'liq mehnat staji paydo bo'lib qolmaydi. Shu joyda ko'pchilik adashadi. Ikkinchi nozik jihat harbiy xizmat. Erkaklarda muddatli harbiy xizmat davri ayrim shartlar asosida stajga kiritilishi mumkin. Lekin buning uchun harbiy bilet, xizmatni tasdiqlovchi hujjatlar, sanalar aniq bo'lishi kerak. Agar harbiy bilet yo'qolgan bo'lsa yoki undagi yozuvlar noaniq bo'lsa, mudofaa ishlari bo'limidan ma'lumotnoma olish talab qilinadi. Men armiyada xizmat qilgan degan og'zaki gap yetarli emas. Uchinchi nozik jihat o'qish davri. Ko'p odamlar institut, texnikum, bilim yurti yoki kollejda o'qigan yillarim ham stajga kiradi deb o'ylaydi. Bu masala qonunchilikdagi davr. Ta'lim turi va shartlarga qarab farq qilishi mumkin. Hamma o'qish davri avtomatik ravishda pensiya stajiga qo'shiladi deb o'ylash xato. Diplom, arxiv ma'lumotnomasi. Kunduzgi yoki sirtqi ta'lim bo'lganini tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa eski yillarda o'qiganlar diplomdagi familiya, tug'ilgan sana, ta'lim muddati to'g'ri yozilganini tekshirish kerak. 4-tuzoq, familiya, ism, otasining ismidagi bitta harf xatosi. Masalan,
Pasportda To'xtayeva deb yozilgan, mehnat daftarchasida To'xtayeva deb yozilgan. Yoki tug'ilgan sana bir hujjatda 1964 yil 12 mart. Boshqasida 1964 yil 21 mart. Bunday xato oddiy ko'rinsa ham hujjat sizga tegishli ekanini isbotlash talab qilinadi. Ba'zan FADIYOdan ma'lumotnoma, ba'zan arxivdan qo'shimcha tasdiq. Ba'zan sud orqali faktni belgilash kerak bo'ladi. Shuning uchun hujjatlarni oldindan tekshirish juda muhim. 5-tuzoq firma yopilgan, demak staj yo'qoladi degan qo'rquv. Firma yopilgan bo'lsa ham hujjatlar arxivda topshirilgan bo'lishi kerak. Lekin amalda hamma tashkilot ham hujjatlarni tartibli topshirmagan. Shuning uchun eski ish joyingiz tugatilgan bo'lsa, hozirdan tuman yoki shahar davlat arxiviga, sobiq tashkilotning huquqiy vorisiga, soliq organlaridagi ma'lumotlarga murojaat qilish kerak. Qancha erta boshlasangiz, hujjat topish ehtimoli shuncha yuqori bo'ladi. 6-nozik jihat tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilganlar. Bugun ko'pchilik taks qiladi. Sartarosh, tikuvchi, usta, repetitor, dehqon, hunarmand onlayn savdo bilan shug'ullanadi. Agar siz rasmiy ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz va kerakli to'lovlarni qilayotgan bo'lsangiz, bu kelajakda sizga foyda beradi. Lekin men karta orqali pul oldim, demak davlat biladi deb o'ylamang. Bank kartasiga pul tushgani har doim ham pensiya staji degani emas. Staj uchun faoliyat turi rasmiy bo'lishi, soliq va ijtimoiy mexanizmlar to'g'ri yuritilishi kerak. 7-nozik jihat pensiya yoshga 1-2 yil qolganda hamma narsani to'g'rilab bo'ladi degan xato fikr. Yo'q, hamma narsani tezda to'g'rilab bo'lmaydi. Arxiv javobi oylar davom etishi mumkin. Eski tashkilot hujjatlari topilmasligi mumkin. Sudiga murojaat qilish kerak bo'lsa, bu ham vaqt oladi. Agar siz ep8, ep9 yoshda 1-mart hujjatlaringizni ko'rsangiz, stress juda kuchli bo'ladi. 45 exim yoshda tekshirish esa sizga kamida 10 yil oldindan tayyorgarlik ko'rish imkonini beradi. Birinchi qadam shaxsiy hujjatlaringizni tartibga soling. Pasport yoki ID karta, JSHSHIR, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa, bu haqdagi hujjatlar, harbiy bilet, diplomlar, mehnat daftarchasi, eski ish shartnomalari, buyruqlardan ko'chirmalar, ish haqi ma'lumotnomalari hammasini bitta papkaga yig'ing. Hujjatlarni faqat uyda sandiqda saqlamang, ularning nusxasini oling, telefoningizga skaner qilib qo'ying. Farzandingizga yoki ishonchli yaqin odamga elektron nusxasini yuboring. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni varaqlab chiqing. Har bir ish joy bo'yicha ishga kirgan sana, bo'shagan sana, buyruq raqami, tashkilot nomi, muhr va imzo bor yo'qligini tekshiring. Agar biror joyda sana yo'q bo'lsa, muhr tushmagan bo'lsa, tashkilot nomi tushunarsiz bo'lsa, darhol o'sha ish joyi yoki uning huquqiy vorisi bilan bog'laning. Agar tashkilot yopilgan bo'lsa, arxivga murojaat qiling. 3-qadam, elektron ma'lumotlarni tekshiring. MyTokup.uz, soliq organlari xizmatlari, pensiya jamg'armasi yoki tegishli davlat xizmatlari orqali siz haqingizdagi ish staji va rasmiy daromad ma'lumotlarini ko'rishga harakat qiling. Agar o'zingiz foydalana olmasangiz, farzandingizdan yordam so'rang yoki davlat xizmatlari markaziga boring. Maqsad bitta, davlat bazasida sizning ish faoliyatingiz qanday ko'rinayotganini bilish. 4-qadam, ish beruvchingizdan rasmiy holatingizni so'rang. Agar hozir ishlayotgan bo'lsangiz, buxgalteriyadan yoki kadrlar bo'limidan men bilan mehnat shartnomasi rasmiy tuzilganmi? Maoshim to'liq ko'rsatilyaptimi? Soliq va ijtimoiy to'lovlar qilinyaptimi? deb aniq so'rang. Uyalmang. Bu sizning haqqingiz. Bugun 500 ming so'mni konvertda ko'proq olish yoqimli tuyulishi mumkin. Lekin 10-15 yildan keyin pensiyada har oy kamroq pul olishga sabab bo'lishi ehtimoli bor. 5-qadam. Norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, faoliyatingizni qonuniylashtirish yo'lini ko'ring. Masalan, o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tish, yoki tartibdagi tadbirkor bo'lish. Patent yoki boshqa qonuniy tartibdan foydalanish mumkin. Qaysi biri sizga mosligini soliq organidan, davlat xizmatlari markazidan yoki malakali buxgalterdan so'rang. Asosiy maqsad mehnatingiz ishsiz qolmasin. 6-qadam. Eski ish joylaringiz bo'yicha ma'lumotnoma oling. Ayniqsa 1990-yillar, 2000-yillar boshidagi ishlaringizni tekshiring. Arxivga murojaat qilayotganda arizda to'liq familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, ishlagan yillaringiz, tashkilot nomi, lavozim, taxminiy bo'lim yoki sex nomini yozing. Agar tashkilot nomi o'zgargan bo'lsa, eski va yangi nomlarni ko'rsating. Qancha aniq yozsangiz.
Arxiv xodimlariga topish shuncha oson bo'ladi. 7-qadam, agar hujjatni xato topsangiz, uni e'tiborsiz qoldirmang, keyin ko'ramiz demang. Familiya xatosi bo'lsa, BXDYga murojaat qiling. Mehnat daftarchasidagi yozuv xato bo'lsa, ish beruvchidan tuzatish kiritishni so'rang. Tashkilot yo'q bo'lsa, arxiv ma'lumotnomasi oling. Agar hujjat sizga tegishli ekanini boshqa yo'l bilan tasdiqlab bo'lmasa, yurist bilan maslahatlashib, sud orqali yuridik faktni belgilash masalasini ko'ring. 8-qadam. Pensiyaga chiqishga 6 oy yoki 10 yil qolganda emas, kamida 5-10 yil oldin tayyorgarlik ko'ring. Dardim yoshdagilar uchun bu ayni vaqt. Ixir yoshdagilar uchun kech emas, lekin tezlashish kerak. 60 yoshga yaqinlashganlar esa bugunoq hujjatlarni tekshirishi zarur. Ota-onangiz yoshi katta bo'lsa, ularga o'zingiz boring demang. Birga boring, ariza yozishga yordam bering, hujjatlarni skaner qiling, navbat oling. 9-qadam. Har bir murojaatni yozma qiling. Arxiga ish beruvchiga. Davlat organiga borganingizda imkon qadar yozma ariza bering va ro'yxatdan o'tgan raqamini oling. Og'zaki gaplar keyin isbot bo'lmaydi. Agar sizga rad javobi berilsa, yozma javob so'rang. Chunki yozma javob asosida keyingi bosqichga, yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilish mumkin bo'ladi. 10-qadam. Qonunchilikni rasmiy manbalardan tekshiring. Internetdagi har bir xabar to'g'ri emas. Ijtimoiy tarmoqlarda hammaning pensiyasi kesiladi. Stajlar bekor bo'ldi. Faqat elektron baza tan olinadi kabi vahimali gaplar ko'p yuradi. Men sizga shuni aytaman, vahimaga tushmang, lekin beparvo ham bo'lmang. Qonun va tartiblarni Lexuz, Maytokukuz, pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari markazlari yoki rasmiy organlar orqali tekshiring. Bugungi eng asosiy xulosa shuki, pensiya yoshiga yetganda muammo chiqmasligi uchun hujjatlarni oldindan tekshirish kerak. Siz ishlagan yillar, rasmiy maoshingiz, mehnat daftarchangiz, arxiv hujjatlaringiz va elektron bazadagi ma'lumotlar bir-biriga mos bo'lishi shart. Ayniqsa 40-35 yosh oralig'idagi odamlar bu masalaga jiddiy qarash kerak. Chunki vaqt o'tgan sari eski hujjatlarni topish qiyinlashadi. Tashkilotlar yopiladi, arxivlar o'zgaradi, guvohlar topilmaydi. Men sizni qo'rqitmoqchi emasman. Men sizni bugun harakat qilishga chaqiryapman. Hozir 2-3 kun vaqt sarflab hujjatlarni tartibga keltirsangiz, ertaga yillar davomida kam pensiya olish xavfini kamaytirasiz. Ota-onangizning hujjatlarini tekshiring. O'zingizning ish stajingizni ko'ring. Norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, rasmiy yo'lini toping. Izohlarda yozing. Sizda mehnat daftarchasi, arxiv yoki pensiya staji bilan bog'liq muammo bo'lganmi? Qaysi hududdansiz va qanday holatga duch kelgansiz? Sizning tajribangiz boshqa odamlarga yordam berishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni 4 yoshdan oshgan barcha tanishlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumotni bugun bilgan odam ertaga o'z haqqini himoya qila oladi.